Samsung A53 5G telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq vaqt xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 5000 mAh, litium polimer lipo batareyalar tizimi mavjud. 25 watt quvvatlagich talab qiladi. Simsiz quvvat tizimi mavjud emas. Tezkor quvvatlash mavjud. 45% ga 30 daqiqada ko'tariladi. Oddiy quvvatlagichda 100% quvvat olishi uchun 1 soat 24 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 10 daqiqa, video tomosha qilishda 12 soat 55 daqiqa yetadi. O'yinlar o'ynashda 4 soat 59 daqiqa, kutish rejimida esa 117 soat, umumiy avtonomik holatida esa 22 soat 13 daqiqaga yetadi. Sizda ham o'zingizni telefoningiz haqida ma'lumot qiziq bo'lsa, izohlarimizda qoldirishingiz mumkin. Bizlarni kuzatib boring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, hozircha xayr, salomat bo'ling.